Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Ustoybekni kuzatib turgan do'stlar. Ustaxonamizdagi navbatdagi svarka apparati remonti davom etadi. Bu bugun bizga remontga teva tomon boshqa, lekin Resantaga ichki konstruksiya Resanta bilan bir xil RC200 Pro svarka apparati kelgan. Rossiyadan olib kelishgan. 150 voltgacha ishlaydi deyapti. Sistema стабилизации напряжения работает даже от 150 voltov deyapti. 150 volt ham ishlaydi deyapti. Hozir buni men sizlarga konstruksiyasini tushuntirib o'taman. Videoda boshlashdan oldin bizni albatta YouTube kanaliga obuna bo'lib peshistasiz chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor. Kommentariyaga o'z ishlatadigan svarka apparat nomini yozib qo'yinglar. Hozir bu apparatni men ko'rsataman. Hop, Resanta RC ichki konstruksiya Resanta bilan bir xil RC200 Pro inverter IGBT tranzistordan foydalanilgan. Remontga keladi. Bu prichinasi shunaqa ediki, ya'ni oybeka apparat yonyapti, lekin qizib ketyapti. Mana qarshilik qizib ketyapti-da. Relay ishga tushmagan, buni ishga tushirib qo'ydik. Hozir bu yerda ventilyatorlar ham ishlamayapti. Ventilyatorlarni ham almashtiramiz. Va sizlarga keyin qancha tok berishlarini ko'rsataman do'stlar. Mana hozirgi kunda qaysi svarka apparati yaxshi deydigan bo'lsalaring, apparatlarda YouTube kanalimga joylab boryapman. Buni konstruksiyasiga kelsak, Resanta bilan bir xil do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? To'rttadan kondensator, 4ta silovoy tranzistor. Ular Resanta bilan bir xil. Yaxshi apparat, kimda shunaqa apparat bo'lsa, apparat zo'r do'stlar. Men hozir buni ventilyatorlarni almashtirib, qancha tok berishlarini ham ko'rsataman. Xo'p do'stlar, mana ventilyator 12 volt. Ventilyatorlar ishlamay qo'ygan. Ventilyatorlar albatta ishlash kerak. Ventilyatorlar ishlamaydigan bo'lsa, svarka apparatni ishlatmagan ma'qul do'stlar. Xo'p do'stlar, mana Resanta bilan do'stlar bir xil ichki konstruksiya. Bir narsani ta'kidlab o'taman. Barcha apparatlar faqat nomi boshqa xolos, lekin ichki konstruksiya hammasi Xitoydan kelib chiqadi. Lekin o'sha puliga yarasha boshqa bo'ladi. Bu apparatimiz kimda bo'ladigan bo'lsa, apparat moshniy zo'r apparat, Resanta kasoy most tizimida bo'ladi. Yaxshi, buni hozir ventilyatorni almashtiraman. Relay upravleniyasini remont qilindi. Relay ishlamaydigan bo'lsa, duga qilgan mahalla qizib qarshilik kuyib ketaveradi. Shuning uchun relayni almashtirib remontini qilamiz va polni kontrol qilib toklargacha ko'rsataman sizga. Xo'p do'stlar, RC200 Pro inverterimiz, svarshniy apparatimiz qancha tok beradi? Boshlang'ich toklarni ko'ramiz. Tak, 50 ampere bor. O'nda turibdi, ochamiz. 100. Yana ochamiz. 110. Maksimum ochganimizda 150 ampere tok. Podjiglari bor. Podjiglari yaxshi. 150 ampere tok beryapti do'stlar. Yaxshi. Hop, apparatni chiroyli remont qilindi, kullelarni almashtirildi, relay tizimini remont qilindi, hamma yog'i idealni, ispitat qilindi, tok berishlari zo'r. Demak, hamma yog'i joyida do'stlar mana. Hamma yog'i ideal. Resanta bilan bir xil. Kimda shunaqa apparat bo'ladigan bo'lsa, demak, apparat RC200 Pro yaxshi apparat. Kasoy most tizimida Resantalar bilan yaxshi. Bir narsani aytaman, qutisida buni 150 voltgacha ishlaydi yozib qo'ygan. Do'stlar, bu 150 voltgacha ishlamaydi. Chunki tizim kasoy most tizimida 150 voltgacha sistema stabilizatsiya напряжения работает даже от 150 voltov deyapti. 150 volt ishlamaydi chunki kasoy most tizimi. Resantalar 180 dan past bo'lsa, 200 voltdan past bo'lsa yaxshi o'qib bera olmaydi. Напряжение yaxshi bo'lishi kerak kasoy most tizimida. Past tokda ishlaydiganlar bular mostoviy tizimda bo'ladi. Asosiysi Rubinlar, Rubin 100 3 qavatli svarka apparatlar borki, shular past напряжение ishlayveradi. Yaxshi dedim. Demak, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi, hozir shahar deyman. Kanalga obuna bo'lib peshistdan chiqmasin. Pastda o'sha o'z ishlatgan svarka apparatni nomini yozib qo'yinglar. Yaxshi svarka apparat do'stlarimizga yordam bo'ladi. Meni Instagram kanalimga o'tib obuna bo'lib peshistdan chiqmasin. Kam obzorlarni qo'yib boryapmiz. Hozir shahar deyman. Sog' salomat bo'linglar. Eng yaxshi svarka apparat. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustoybek. Eng zo'r chokni tekis qo'ygan svarka apparat qaysi Oybekga deyshadi? Lush meni sevimli svarka apparatlaridan biri. Mana shu 40 etajga bo'ladi. Mana ko'ringlar. Bularga Rubin MMA 400 bu bizga remontga keldi. Regulyatori ketib qolgan ekan. Shuni remont qilindi. Buni korpusini ko'radigan bo'lsak, Ariol MMA 400. Ichi konstruksiya, lekin
Tiraq etashga bo'ladi. Rubin, Ariol yaxshi do'stlar, mana korpusi katta bo'ladi. Lush yaxshi apparat do'stlar. Tok berishlarini ko'ramiz. Keyin pastlikda ham dugasi yaxshi bo'ladi, ko'ryapsizlar? Duga srazi oladi. Chunki chokni zo'r quyib beradi do'stlar. Tok berishlari. Bular maksimum 150 amper yo 200 ampergacha tok beradi. Bunda eng qizig'i do'stlar, forsaj tizimi bor. Forsaj nima qilib beradi do'stlar? Forsaj bu masalan siz hozir tokni 80 ga qo'ydingiz, demak ozgina ochib shu 80 amperda masalan 50 amperda bir xilda ushlab beradi. Ya'ni bu degani elektrotiz temir yopishib qolmaydi, sraz duga oladi, uzilib qolmaydi. Agar forsaj tizimi yo'q bo'ladigan bo'lsa, regulyatorni ochib 100 amperga qo'yib tekka tekkaningizda tok pasayib ketib, tok ligirovka bo'lmay qoladi. Bu forsaj esa o'sha 100 amper tokingizni bir xilda quyib elektrod yopishib qolmasdan bir xil chokni quyib ketaveradi do'stlar. Обратный связь deydi. Ma'ni tilim aytganda обратный связь mikrosxema kontrol bo'ladi. Sodda qiladigan bo'lsangiz elektrodiz temir yopishib qolmaydi. Forsaj mashdan ligirovka qilasiz. Shu bir xil tokni ushlab beradi, yoqib ketaveradi do'stlar. Bunda forsaj bor mana. Yani elektrod temir yopishib qolmaydi, sraz dugani oladi, past tokga qo'yib turib forsajni ochadigan bo'lsangiz, elektrod past tokda ham masalan 20 ga qo'yib yoqsam past tokda chokni tekis quyib ketaveradi, bir xilda ushlab beradi, bir xil tempni обратный связь deydi, o'sha bir xilda ushlab ketaveradi do'stlar. Mana qancha tok berishlarini ko'rsatdim. Remontga kelganda bizga remont qilindi. Ustoybek. Do'stlar, keyin svarka apparati qaysi biri yaxshiligini, masalan, o'zingiz ishlatgan yaxshi svarka apparatlar bor-ku, shuni kommentariyga yozib qo'yinglar. Ya'ni qaysi svarka apparat zo'r, o'zi yo'q ekan svarka apparat nomini yozib qo'ysiz. Ko'pchilik do'stlarimiz so'raydi, "Oybekka qaysi svarka apparat yaxshi?" deb. Kommentariyaga "Men masinchi yildan o'shancha yildan o'sha svarka apparat ishlatyapman, zo'r ekan" deb yozib qo'ysangiz, ko'pchilik do'stlarimizga yordam bo'ladi. Men ham qo'ldan kelgancha kerakli maslahatlarni YouTube kanalimga joylab boryapman. Instagram kanalimga ham o'tib o'qinglar. Pastda qizil tugmacha, o'sha qizil tugmachani bosib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysalaring, men video yangilab qo'yadigan bo'lsam, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Hozircha xarid emas, tez orada yana ko'rishib qolamiz. Demak, bu apparatimizni remonti tugadi, chiroyli ispitat qilib tekshirildi, zo'r. Resanta bilan ichgan suprasi bir xil ekan. Resanta bilan bir xil ekan-chi. Rossiyadan olib keldingizmi? Resantalachi alyumin nimalari? Bu ham Resanta eski vipskasi bilan bir xil. Eski vipska. Eski yangi vipska emas, eski vipskasi originali bilan bir xil. Mana shu Resantani adab ochib ko'rdik. Ichi alyumin. Hozir yangi chiqqan Resantalar yaxshi emas. 2016 gacha bo'lsa zo'r. Lekin 15 dan oldik. eski vipskalar yaxshi chiqqan.